Assalomu alaykum. Bemorda yer mes jarohati, keksa bekir, ko'rib turibsizlar. Hozir atrofdagi xudo xohlasa bekir kissasi nafas-remedial do'st orqali dekompressiya qilamiz. Rahmat. Bemorimiz 68-yil. Medial mensa jarohati bor. Shuni hisobiga anaqa bekir kissasi paydo bo'lgan. O'lchamlari 8 ga 3. Hozir mensadan olamiz. Medial usulida bekirni dekompressiya qilamiz. Xudo xohlasa agar ishlamasa unda orqasini ochgan holatda olamiz. Tamam. Xo'p, mana hozir posteromedial kirdik. Mana medial gastrektomiyamiz, boshdan fotsiya degan joy. Xo'p, mana bu yerdan ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana bu hozir judayam medial patellar approachdan joydan kirdikda, bu yerdan mana hozir kirdik. Yine ko'rsating mana bu ko'rinyapti. Mana tepadan oling. Hozir kirdik. Hozir bu yerda ochib qo'yamiz, klapani qilib dekompressiya qilib qo'yamiz. Xudo xohlasa bekir kissasini. Rahmat.